Xo'p. Qarang, passiv bu zamon emas. Alaykum assalom, nimaga kech qoldingiz? Keling, yozib oling. Xo'p. Qarang, passiv bu zamon emas, bu shakl. Shakl degani bu masalan deylik, mana bu marker, bu ham marker. To'g'rimi? Endi yana bitta markerimiz bor, narixonada turibdi. Ikkita tomonida nimasi bor? Nimasi yozadigani bor. Bir tarafi qora, bir tomon. Endi qarang, bu boshqacha shakldagi marker, u boshqacha shakldagi marker. To'g'rimi? Ikkovini ham qiladigan ishi bitta. Lekin qo'lingizdagi ruchka bilan bu ikki xil narsa. Xuddi shunga o'xshab turib, biz passiv degan paytimizda biz bitta alohida zamon, boshqacha narsani emas, bitta tayyor zamonni nimasini tushunishimiz kerak? Har xil shakllarni tushunishimiz kerak. Misol uchun deylik, mana shu O'zbekiston ko'chasi, O'zbekiston ko'chasi. Biz hozir mana shu joyda turibmiz, Temirchilik ko'chasining boshida, o'quv markazidamiz. Xo'p, endi bu O'zbekiston ko'chasini biz bitta zamon deb oladigan bo'lsak, bu zamonda ikki xil yo'li borki, biz bu yerdan turib, deylik, Korzinkaga, biznes centerda oldagi Korzinkaga borishimiz uchun. Xohlasangiz, mana shu yerdan chiqasiz, bitta katta yo'lda trotuari bilan to'g'ri tikka yurib turib borasiz. To'g'rimi? Xohlasangiz, bu orqa tomondagi mahallalar bilan aylanib o'tib turib borsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Korzinkani ham orqa tarafiga chiqsa bo'ladi, mahallaning ichi bilan. Xuddi shunga o'xshab turib, hamma biladigan, hamma ishlatadigan yo'li aktiv bo'ladi. Lekin kamyob odamlar ishlatadigan, kamchilik biladigan yo'li bu passiv bo'ladi. Va bu ikkovi ham bir xil ma'no beradi, faqat aytilishida, yozilishida, shaklida farqi bo'ladi, xolos. Misol uchun, siz bironta passiv gap tuzmoqchi bo'lsangiz, u gap birinchi aktivda bo'lishi shart. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Misol uchun, I cleaned room bo'lsa, nima degani? Men xona tozalaganman o'tmishda, qilganimizni aytyapmiz. Endi xuddi shu gapni biz borligi uchun passiv qila olamiz. Va xuddi shu gapni passiv qilishimizda passivni formulasi bor. Passivni formulasida biz subject ishlatmaymiz hech qachon. Biz nima ishlatamiz? Birinchi objektni, keyin to be'ni, undan keyin fe'lni ishlatamizda, unda fe'lni yoki ikkinchi shakli yoki ed holati bo'ladi. Endi qaysi fe'lni ishlatamiz? Qaysi nimani objektni ishlatamiz desangiz, aktiv gapimizda subject plus verb plus object turadi-yu, mana shu objektni olib tushib ishlatamiz. Mana shu verbni olib tushib ishlatamiz. Va to be'ni biz qaysi zamonda gapimiz kelayotgan bo'lsa, o'sha zamonga mos qilib to be qo'yamiz. Misol uchun, bu gapimiz qaysi zamonda? Past simple zamonida. Demak, biz qaysi to be'ni qo'yamiz ekan? Ikkinchi shaklini, ya'ni nima ekan? Was yoki were qo'yamiz ekan. Demak, qarang, biz gapdagi objektni birinchi qo'yishimiz kerak ekan. Bizning gapimizda objekt qani? Room, Xo'p, roomni birinchi qo'ydik formula bo'yicha. Endi biz nima qo'yishimiz kerak ekan passiv yasash uchun? To be. To be'ni qayerdan olamiz? Bu yerda to be yo'q-ku. Biz to be'ni o'zimiz yonimizdan qo'shamiz. Passiv yasash uchun ketadigan qo'shimcha material bu. Xo'p, endi qaysi to be'ni qo'yamiz? Bu zamonimiz past simple bo'lganligi uchun biz to be'ni ikkinchi shaklini room was deb gapiramiz. Chunki o'tgan zaman. Endi undan keyin fe'l qo'yishimiz kerak. Qaysi fe'l bu yerda? Demak, cleaned degan nimani qo'yamiz ekan? Fe'lni qo'yamiz ekan. Shunda bu gapimiz bilan bu gapimiz bir xil ma'no, faqat aytilish jihati har xil so'zlar bo'ladi. Endi, xo'p, bu past simple ishlatdik, soddaroq gapni, keyin present ishlatib ko'ramiz. Presentda xuddi shu gapni present simple'da tuzadigan bo'lsak nima bo'ladi? I clean room bo'ladi. Xo'p, endi passiv qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak birinchi? Objektni pastga olishimiz kerak, chunki passiv formulasi shunaqa. Objekt qani? Room. Endi biz to be qo'yishimiz kerak. Qanaqa to be qo'yamiz? Nimaga was qo'yamiz?
Bu gapimiz present ma'nosida. Past bo'lganda was qo'yardik. Present bo'lganligi uchun nima qo'yamiz? The room is bo'ladi. Chunki present to be nima edi? Am, is, are. Chalg'imay, shu joy chalg'itib qo'yishi mumkin. Xo'p, buniki was, were. Xo'p, room is endi nima deymiz? Qarang. Fe'lni nechinchi shakli ekan? Yoki ikkinchi, uchinchi shakli yoki nima ekan? Id holati. Xo'p, demak, biz bundan keyin nima qo'yamiz ekan? Fe'lni nima qilib qo'yamiz ekan? Id qo'shib qo'yamiz ekan. Demak, passivni sharti nima ekan? Passivni sharti to be bilan fe'lni uchinchi shakli yoki id kelishi va undan oldin object kelishi ekan. Shuning uchun sizga aytdim-da, bu narsada odamlar kamyob ishlatadi. Bu passiv degani kamroq ishlanadigan, lekin bu unikalni. Qaysi odam mahallani ichlari bilan Piyospoyaga borishni biladi desa, bu shaharli odam, O'zbekiston ko'chali odam, mashina katta bo'lgan, yo bu yerda yaxshi biladigan odam bora oladi. Lekin hamma katta yo'l bilan borishni biladi. Bir marta, ikki marta kelgan bo'lsa-ki. Demak, biz passivda gapirayotganimizda kamyob narsani, lekin qimmatroq narsani, kuchliroq narsani gapiryapmiz. Demak, biz passivni ishlatayotganimizda speakingimiz oshadi. Writinglarimiz chiroyli bo'ladi, ballari oshadi. Ya'ni passiv eshitayotgan quloqqa yoqimli bo'ladi. Gapirayotganingizda sizni darajangiz balandligini, ingliz tilida katta bo'lganingizni, ingliz tilida anchadan beri chapga o'ngga qilishingizni bildiradi. Xuddi bu mahallaning ichi bilan borsiz, mana shu mahallalarda yaxshi bilasiz, chapga o'ngga qilasiz, ular tushunadigan odamligingizni bildirgandaqa. Tushuntirib bera oldimmi? Demak, passiv bu nima ekan? Bu shakl bu. Bitta zamonda, deyarli hamma zamonda, hammasini emas, deyarli hamma zamonda aktiv yoki passiv shakllari bor. Demak, passivni tuzishimiz uchun bizda birinchi object, keyin to be, keyin verb kelar ekan. Endi qarang, Nurkadam aka, buni subjectni qanday ishlatamiz? Ishlatmoqchiman desiz, bu subject bu yerda 3-darajaga tushib ketadi. Biz gapni oxiriga by qo'shimchasi bilan subjectni qo'ya olmaymiz. Chunki subject qoida bo'yicha gapni boshida kelishi kerak. Endi biz xuddi shu subjectimizni object qilib o'tkazamiz. Room is cleaned by me bo'ladi. Room was cleaned by me bo'ladi. Room is cleaned bilan room was cleaned bir-biridan farqi, bu present ma'nosidagi gap. Bu past ma'nosidagi gap. Present ma'nosidagi gapga biz is qo'yapmiz to be'siga, passivga o'tkazganimizda, shaklini o'zgartirganimizda. Past ma'nosidagi biz was qo'yapmiz. Qachon? Passivga o'tkazganimizda. Tushundingizmi? Savolingiz bormi? Ikkita gap tarjimasi bilan tuzing. Qora aka, salom.